Филология фәнләренең докторы Алымҗан Тылвалдының рәхбәрлегендә бер топ иҗадият белән шөгыльләнәткән яшьләрнең Варис әдәбият иҗадият берләшмәсе курылган иде. Шу берләшмә әгъзалары Алматы шәһәрендәге Махинур кафесында әдәби иҗадият кечесен үткәзде. Булыпмы Алымҗан Тылвалды өзенең кирешмә сүзе белән кечелекне ичеп, андан берләшмә әгъзаларын тоныштырып үтте. Варис әдәби иҗади берләшмәсе мушу елның июнь ayida курылган иде. Бу Варис әдәби иҗади берләшмәнең asosiy maqsadlari hozirdan yangidan yetilib chiqayotgan yosh ijodkorlarimizning ijodini qo'llash, uni kuchaytirish, shundaqla shu yosh yangidan chiqayotgan ijodkorlarningki asarlarini yo'riq ko'rdirish, shundaqla shu bizning ommaviy axborot vositalari, ya'ni gazet, jurnallarda shu yosh ijodkorlarning asarlarini yo'riq chiqarish, nashrlardan chiqarish, ham kitob to'plamlarini chiqarish, keng xalq bilan bir ishlab ish elib menish, shundaqla o'zimizningki yozuvchi shoirlar bilan, kompozitorlar bilan, rassomlar bilan hamkorlikda ishlarni mang'izish, hamda kelajakdagi strategik planlar qaraydigan bo'lsak, bu yerda saytlarni qurish, adabiy saytlarni qurib, bu saytga bizning burungi miroslarimiz, hozir shu Qozog'iston Uyg'ur adabiyotida miros qoldirib ketgan atoqli shoir yozuvchilarimizning asarlarini arxiv ritida elektron nusxasini saqlab qolish, ham yoshlarnikini shu arxivga kirgizib, uni bir davomli ish elib berish. Bu keçide her türlü məqsədlər fikirləşdi və bugünkü gündə yetken əhvalı və gələcəyi gözləndi. Şundaqla birləşmə rəisi William Molotov olub saylandı. Bolubmu saylanışdan keyin yaş icadkarlar öz icadiyetidən mehmanlarga şeirlərini icad qıldı. Bu uçuruşda mehmanlar türlü məzmundakı şeirlərini tınşap oltaldı. Ularning içində Sabirəm Anvarovanың Ana şeiri, Abdulcan Aznabaqiyevning Niman qaldı, Moluchan Toxtaxonovning Qaytib kelməz, endi bizning Anvarimiz degenge o'xshash şeirlar ko'pchilikning qizg'inini ko'rdi. Shularning qatorida ijodkorlar kechisida Albina Ametovaning Majnuntal nomli naqshini Gulsanam Mashurovaning ijrosida o'rinlandi. Shu kuni eng yosh ijodiyatchi Sabirəm Anvarovaning she'ridan ta'sirlangan Olmuta shahrining Alataf nahiyalik xonim-qizlar kengashisining raisi Aqchixon Hamrayeva o'z nomidan shoiri Sabiramning bir to'plamini nashr qildig'ini aytdi. Xo'shallig'i cheki yo'q yosh talant egisi rahmatini aytib ko'ziga yosh oldi. Uyghur xalqining adabiyoti boy. Endi mushu adabiyotga 21-asrda varislik qiladigan yoshlar bormi? Albatta bor. Yoshlar hozirgi vaqtda ko'p, lekin ularni xalq tunamdi. Xalq tor betida e'lon qilinayotgan, tor betida bo'lgan Facebook, VK, WhatsApp orqali tarqalayotgan she'rlar, bir turkum emgaklar orqali yoshlarimizni tonib bildi. Lekin ularni yuzma-yuz ko'rish, ular bilan so'zlashish fursati yer bermagan edi. Yaqinqi vaqtda varis yoshlar umiga qurilib, shu emek o'z emgak o'z işçilerini oңushluq elib barmoqda. Ushbu varis ömügining yaqinda Mahinur kafesida uchrashishi bo'lib o'tib, bu uchrashishda ko'plagan Uyg'ur ziyolilari bosh qo'shdi va varis ömügiga o'zlarining aq yo'lini tilab, har yon-yoqli qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi. Varis ömügi bu 21-asrdagi Uyg'ur adabiyotining haqiqiy varislaridir. Shundoq qilib, adabiyotimizning darajasini ko'tarish maqsadida tashkil qilingan birlashma yosh ijodkorlarni maydonga taklif qilmoqda. Ötküzülgen kecha mehmon va ijodkorlarni cho'nqur ta'sirotda qoldirdi. Gulshad Danaxun, Ruslan Duganov, telekanal Tangritog'.